alaykum hurmatli obunachilarimiz. Yana bir komplektimizni o'z egasiga olib kelib topshirdik. Mana Qo'qon shahriga. Xudo xolisa Krashin MDFdan chiqqan o'ta ideal holatda ko'rib baho berasizlar. 6 qanotli bo'lgan. O'rtalarida splashni oyna qilganmiz. Boshdan oyoq ko'rsatadi. Mana bunisi bo'ladigan bo'lsa, jenskiy tomoni albatta uzun kiyimlar va ro'mollarni ilishlikka mexanizmlariga ham ahamiyat berasizlar. Hammasi davchi mexanizm. Albatta ruchkalari ham hammasi Turkiya. O'rtalari bo'ladigan bo'lsa, kiyim taklashlik uchun taylarda ham odolari bor. Hammasi davchi mexanizmda ishlangan. Bu tomonida bo'ladigan bo'lsa, qulf kalit seyflarimizgacha qurilgan hammasi. Kravatimizda tumbalarida ham sviltiniyalar qo'yilgan, albatta 3 xil svetda yonadi. Noshkalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, hammasi Turkiya ishlangan. Kravatlarimiz ham 5 yil garantiyaligidan. Mana bu tomonda chesteri, tirimosi, bonusiga bitta pufigini qo'shib berdik albatta. Opajon, qilgan ishlarimiz ma'qulmi? Juda ham ma'qul bo'ldi. Men o'zim xohlaganimdan ham juda ham chiroyli qilingan. Ayniqsa chesterlari juda ma'qul qilingandek bo'lgan. Rahmat. Hurmatli obunachilar, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun izlanishda davom etamiz. Like, podpiskani ayamanglar.